Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtaşlar ve en isil madiyeler alemlerinin yaratquchisi ve yegane Rabbi bolgan Allah Taalaga xosdir. Allah Taalani chin qalbimdan madiyelayman. Uningga hamd sano aytaman ve şükür qilaman. Haq dinni bizlarga yetkizgan suyumlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo ve salam yollayman. Onun aile tavabatlariga, sahabalariga ve ta qiyomatgacha onun yo'lida mangdigan musulmon qarindoshlarga baxt saodat tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'qirmanlarimiz, endi huzuringizga baxt saodatning 40 retsepi nomli kitobimizni o'qib berishni davomlashtiramiz. 37 retsep Allah Taalani zikr qilishdan huzur eling. Zikr lug'at e'tibori bilan bir narsani esga elish, yod etish va xotiralash degan ma'nolarni ifodalasa, islom atalg'usida Allah Taalani yod etish, uning ne'matlarini esga elish deganlikdir. Allah Taalani yod etish, uning ne'matlarini eslash ko'ngilni shod qiladigan, dilni orom topqizadigan, yurakni yashatadigan sehrli ibodatdir. Shaksizki Allah Taalani zikr qilish baxt saodatning va ko'ngil yo'riqligining eng cho'ng manbasidir. Allah Taala Qur'oni Karimda "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub", ya'ni bilinglar, dillar Allohni yod etish bilan orom topadi degan oyat buni ifodalaydi. Allah Taalani yod etish orqali haqiqatan dillar orom topadi. Chunki o'zining qudratli bir zotning himoyasi ostida ekanligini, u zotning o'ziga jon tomirdanmi bek yaqin ekanligini his qilgan odam albatta bir butun xotirjamlik va dil oromlik ichida bo'ladi. Allah Taalani haqiqiy to'nigan ulgulik zotlar Allohni yod etish Allohning zimindagi jannatidir. Ziminning jannatiga kiramagan odam oxiratning jannatiga kiramaydi degan ekan. Allah Taalani zikr qilish ko'ngilni iztiroblari va mushaqqatlaridan qutqizguchidir. Shundaqla u yana barliq muvaffaqiyat va nijotlikka yetkazadigan eng qisqa yo'ldir. Ya'ni kelib Allah Taalani yod etish har kimning ixtiyoridagi ish emas, balki Allah Taalaning amridir. Allah Taala Qur'oni Karimda "Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera", ya'ni ey iymon etganlar, Allohni ko'p yod etinglar degan oyat buni ifodalaydi. Allah Taala o'zini yod etib turgan bandalariga jannatni va'da qilgan. "Vazzakirinallaha kaseeran vazzakirati a'addallohu lahum mag'firatan va ajran 'azima", ya'ni Allohni ko'p yod qiluvchi erlar va Allohni ko'p yod qiluvchi ayollar bor. Allah ularga mag'firat va katta mukofot tayyorladi. Sizning zikr etishingizning ortishiga agishib, xushalligingizmi ortib boradi. Qalbingiz tinchlanadi. O'zingizni baxtli his qilasiz. Ko'nglingiz rohatlanadi. Chunki Allah Taala sizga shunchalik bak yaqinki, siz Allah Taolaga duo qilsangiz, duoyingizni ijobat qiladi. İltijo qilsangiz, dardingizni anglaydi. Bir narsa tilasangiz beradi. Siz Allah Taalani yod qilib, uning bilan birga bo'lgan lahzalaringizda hargiz baxtsiz bo'lmaysiz. Aksicha, to'liq bir saodat ichida bo'lasiz. Allah Taalani yod etib turgan kishi xo'sh foydaga erishadi. Allah Taala Qur'oni Karimda "Fa'atahumullohu savabad-dunya va husna savabil oxirah", ya'ni Allah ularga dunyoning ne'matlarini va oxiratning yaxshi mukofotini ato qildi. Bismillahirrahmanirrahim. 38 retsep o'tmishning hasratlari sizni azoblamasin. Doktor Aiz Al-Qarni G'am qilmang nomli asrida mundaq deydi: ko'ngilsiz kashmishlarni eslash va u sababli ochiq yutish o'tib ketgan hamoqatlik va saranglikdir. U irodamizni sundirib, ko'z oldimizdagi hayotlikni bitchit qilishdan boshqa hech narsa emasdir. Shubhisizki, aqllar bundaq kashmish batlarini unutish bulung'lariga qotlib etadi. Uni hamma joyda yeyib yurmaydi. Uni beparvolik habsizligiga qamib etib, mangu chiqish yo'li bermaydi. Kechmish demak o'tdi, ketdi demakdir. U g'am qilmoq bilan qaytalanmaydi. Aslash sabablik o'zgarib qolmaydi. Chunki u qaytalanmas o'tmish. Shuning uchun siz o'tmishning qora tushi bilan yo'qlik soyasida yashamay, o'tmishning ko'langusidan o'z-o'zingizni qutqizg'aysiz. Acaba siz daryoni manbasiga, quyoshni mashriqqa, balini balayotquga, sutni amchakka, yoshni ko'zlarga qaytara olamsiz? Muqarrarki, sizning o'tmishning ta'siridan qutula olmasligingiz, u sababli iztirob chekishingiz va uning cho'g'lari orasida chucholiga aylanishingiz
uning bo'sug'usida dalayib yetivilishingiz eng ichinishli tragediya jumlasidandir. O'tmishni varaqlash bugunni zoyi qilishli bo'lib qolmasdan, ko'z oldimizdagi qimmatli minutlarni vayron qilib etishdan boshqa narsa emas. Allah ilgirki ummatlarni va ularning qilmishlarini bayon qilib mundoq deydi: Tilka ummatun qad xalat. Ya'ni ular o'tib ketgan ummatdir. Keçmiş keçdi, tugidi. Zamanning jasadlarini operatsiya qilishning va tarix chaqlarini qaytarishning o'rni yo'q. O'tmishiga qaytgan kishi unni qaytalab tatgan kishiga o'xshaydi. Qadimkilar musibatlik yiqinlarga tasalli uchun o'likni go'rida tinish yotqizing deydiganmish. Biz bugungi realliklarga dadil yuzilinishga qurbatsiz tursak, o'tmish bilan mashg'ul bo'lishga nadiki imkon. Bizning tragediyamiz ko'pincha ko'z oldimizdagi go'zal qasrlarga e'tibor qilmay, allaqachon jo'liq chiqib ketgan o'tmish xarobasidan mehrimizni uzalmaslikda tug'iladi. Agar insonlar va jinlar yig'ilib butun kuchi bilan urinsimi, vaqtni qaytarib kelanmaydi. Chunki bu aslida mumkin emas ishdir. Muqarrarki insonlar keyniga emas oldiga siljiydi. Shamollar oldiga qarab suriladi. Iqinlar oldiga qarab oqidi. Karvonlar oldiga qarab mangadi. Shunga sizmi ham oldingizga qarang. Hayotlik qonuniyati bilan qarshilashmang. Ketgan ketdi, qayg'urishning foydasi yo'q. O'tganga pushaymon qilib qo'lini tishlash, ko'ngilsizliklarni yod etib ko'ngil buzish ahmoqlikdir. Bunda qilish irodani suslashtirish va bugungi hayotning suzukligini bulg'ag'anlikdir. Aqllarning falsafasida o'tmishning daftari yepiladi, qat'iy ichilmaydi. U unutulish zindoniga tiqib etiladi. Uningdan chiqarilmaydi. Chunki u ketdi, qayt kelmaydi. Uni hasrat, nadomat yoki pushaymon qaytarib kelanmaydi. G'am, qayg'umi uni o'ngshayolmaydi. Siz daryo suyini beshiga, quyoshni tuqqan yeriga va buvoqni onasining qo'rsiqiga qaytara olamsiz. O'tmish to'g'riliq qayg'urishingiz o'zingizni behuda azoblaganlikdir. Bas, o'tmishning hasratlari bilan mashg'ul bo'lish hozirning vaqtini o'ltirganlikdir. Allah Taala Qur'oni Karimda o'tmishdagi ummatlarning kechirmishlarini bayon qilib bo'lgandan keyin tilka ummatun qad xalat, ya'ni ular o'tib ketgan ummatdir deyish bilan kifoya qilgan. Chunki ketgan ketdi, ish tugidi. Tarixning cheqini orqaga qaytarish va o'tmishning analizlarini elishning hojati yo'q. O'tmish bilan banit bo'lib qolganlar tortilib bo'lgan unni tortiman deb avar bo'g'chilardir. Qadimkilar o'tmish uchun ko'z ish qiluvchilarga o'liklarni qabrlardan chiqarmoqchimisiz deydigan. Bizning eng ojiz nuqtamiz bugunimizni g'animat bilolmaymiz. Ha deb o'tmishning xotiralari bilan mashg'ulmiz. Biz bugunni yashayotimiz, o'tmish kammaski ketdi. Uni har qancha qilib qaytarib kelgili bo'lmaydi. Shamol oldiga yuriydi, suv oldiga oqidi, karvon oldiga mangadi. Siz nima uchun hayotlikning qonuniyatiga xiloflik qilasiz? Hayotni shu bit qabul qiling. Dunyo hali lazzat elish qiyin, jafosi to'la, so'rin talab, rangi turli xafaliklarga to'lgan bo'lib, siz ta o'lgicha bu mushaqqat, hasrat, nadomatlarning orasida qiynalasiz. Sizning mayli ota-onangiz, mayli bola-chaqangiz, mayli do'st yoralaringiz, mayli turalg'ingiz yoki xizmatingiz bo'lsin, hammasining o'ziga tushliq jafosi va xafaligi bor. Ulardan sizga ba'zida xafalik yetsa, ba'zida yomonlik yetishi mumkin. Tangi tang nijotlikka erishay desangiz, yomonlikning o'tini yaxshilik suyi bilan o'chiring. Har qancha harkagidek ish bo'lsa-mu, bu sababli qarshi tarafni jarohatlantirishdan saqlaning. Allah bu dunyoda qarama-qarshi narsalarning birligida yaratdi. Ya'ni bir-biriga qarama-qarshi ikki xil guruh, bir-biriga qarama-qarshi ikki xil jins, bir-biriga qarama-qarshi ikki xil fikr degandek. Yoki yaxshilik bilan yomonlik, durustlik bilan buzuqlik, xushallik bilan xafalik deganlarning hammasi qo'sh kezak bo'lib, mushu dunyoda birlikda mavjud bo'lib turadi. Barliq yaxshilik, durustlik, xushalliklar bir-biriga sirdosh, chin sifatlar bo'lib, ular jannatga. Barliq yomonlik, buzuqlik, xafaliklar qo'shmoq bo'lib, do'zaxga tegishlikdir. Reallikqa yuzlaning, xiyoldan neri turing. Xiyoliy dunyoning ranglaridan ko'zlaringiz to'rlashib qolmasin. Amaliyat ichida muhit va sharoitga moslashishni o'rganib oling. Hayotda kam-ko'tisiz mukammal qayosh tepish mumkin emas. Hamma joyda ta'limimizning o'ngdan kelishi texmi mumkin emas. Chunki kam-ko'tisiz mukammal bo'lish biz yashayotgan dunyoning mohiyati emas. Har qanday bir kishining nuqsonsiz mukammal juftini topa olishi mumkin bo'lmaydigan ishdir. Mu'min er mu'min ayolni yomon ko'rmasin. Chunki uning bir tarafini yoqtirmasa-mu, yana bir tarafidan rozi bo'ladi.
Shunga bu dunyoning ishlarida o'ttir hal yo'l tutib, apocham bo'lib, erishgan va yo'qotganingiz bilan hisoblashmay, mardona yashag'aysiz. Hurmatli o'qirmanlarimiz, vaqt munosabati bilan bugungi darsligimiz mushada oxirlashdi. Kelar qitim ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.